Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünləri qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 2025 yılı 2. ayının 5. günü Şərq Türkistan sürgün hökuməti, Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Hareketi, Şərq Türkistan Milli Fondi, Şərq Türkistan sürgündü parlamenti vəkilləri Amerikanın paytaxtı Washingtonda G'ulji qirg'inchiligida vatanning ozodligi uchun jonlaridan ayrilgan, ziyonkashlikka uchragan Şərq Türkistanliklarni xotirlash munosabati bilan Amerika boshliq xalqarodagi davlatlardan Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishimizni qo'llashga chaqiriq qilish maqsadida namoyish o'tkazdi. Namoyishda Şərq Türkistan Mustaqillik Hareketining Armas qahramoni, Şərq Türkistan sürgündü hökumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri, Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish Hareketining qurg'uvchisi Salih Xudoyor muhim ahamiyatga ega axborot e'lon qilib mundaq dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökumati, Şərq Türkistan sürgündü parlamenti, Şərq Türkistan Milli Fondi, Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Hareketiga vakolatan biz bugun, ya'ni 2025 yılı 5 fevral günü 1997 yılı 5 fevral günü yüz bergan G'ulji qirg'inchiligining 28 yilligini xotirlash munosabati bilan Oqsaroyning oldiga yig'ildik. Shuni oydinlashtirib qo'ymoqchimanki, bu yolg'iz o'tmishni xotirlash emas, balki xalqaro jamiyatni Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi amaliy harakat qo'llanishga chaqiriq qilishni maqsad qilishdan iborat. Irqiy qirg'inchilik har vaqt davomlashmoqda. Millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlar Xitoyning rəhimsiz ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonda azob chekmoqda. Ular qalaymaqon tutqun qilinib, jazo lagerlari va turmalarga solandi. Majburiy emgak yo'li bilan qul qilindi. Millionlagan bolalar oilasidan ayirib etildi. Davlat qo'llagan tajovuz qilishga uchirdi. Uyg'ur va boshqa turk ayollari Xitoy erlariga majburiy to'y qildirildi. Bu vahşiy irqiy qirg'inchilik, zulm cho'qim oxirlashtirilishi kerak. Amerikaning prezidenti Donald Trump, Amerika tashqi ishlar ministrligining ministri Marco Rubio va boshqa barliq vatanparvarlar Trump hokimiyatini ilgirki hukumatlarning qilmaganlarini qilishga ilhomlantirishi lozim. 2021 yılı 19 yanvar günü Amerika hükümeti Xitoyning Şərq Türkistan'da yürgüzayotgan vahşiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. Bu tarixiy ahamiyatga ega vaqtlar bo'lsa-mu, yolg'iz eg'izda deyish yetarlik emas. Biz harakatga, tavranmas qarorlarga muhtoj. Amerikaning tunji va bosh bo'lib rahbarlik qilib vahshiyliklarga qarshi turishi, Xitoyning Şərq Türkistondagi terrorlik qilmishini tamoman oxirlashtirishini talab qilamiz. Amerika prezidenti Donald Trump va tashqi ishlar ministri Marco Rubio'ning bilganidek, Xitoy Amerika va erkin dunyoga eng yomon tahdid. Ular Amerikaning xizmatlarini o'g'irladi. Amerikaning har yeri zaharlik modda fentanyl bilan qoplandi. Xitoy Amerikaning institutlariga singib kirdi. Şərq Türkistondagi millionlagan qul qilingan Uyg'urlarning qonlari bedeliga urush mashinasini yasadi. Biz Xitoyni ayblashimiz lozim. Biz harakatga muhtoj. Biz Amerikaning yana bir qatim boshlamchilik qilishiga muhtoj. Irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishdagi birdan-bir yo'l Şərq Türkistanning sirtqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini e'tirof qilish. Şərq Türkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning erkinlik, inson haqlariga erishishdagi birdan-bir yo'li Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish. Biz Trump hokimiyatining tashqi ishlar ministri Marco Rubio va boshqa barliq dunyodagi demokratiyani qo'g'dug'uchi davlatlarning biz bilan birlikda adolat uchun kurash qilishini, eng oldi bilan Şərq Türkistonni besilingan davlat deb e'tirof qilishini talab qilamiz. Dunyo shuni bilishi kerakki, Şərq Türkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik Xitoyning Şərq Türkistonni ishg'ol qilib olganligining natijasi. Şərq Türkiston azaldan Xitoyning bir parchasi emas va bir parchasi bo'lmaydi. Şərq Türkistanning qonunsiz ishg'ol qilinishi xalqimiz chidab kelayotgan azoblarning yildizi. Dunyoning cho'qim bu reallikni e'tirof qilishini talab qilamiz. Ikkinchidan, Amerika tashqi ishlar ministrligida Şərq Türkiston uchun maxsus moslashtiruvchi turg'izishni, xalqimizning andishalarini jiddiy hal qiladigan, Amerikaning Xitoyning Şərq Türkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatiga qarshi turishda boshlamchilik qilishga undaydigan maxsus ishxona va amaldor ta'sis qilishini talab qilamiz. Uchinchidan, ahamiyatli harakat qo'llanib, Xitoyning sistemlik irqiy qirg'inchilik va mustamlika ishg'ol qilib olish qilmishiga qarshi turishga chaqiriq qilamiz.
Amerika o'zining ittifoqdoshlari bilan birlikda hal qilg'uch qadamlarni ilib, Xitoyni qattiq jazolashi, diplomatik besimni orttirishi, Xitoy Kompartiyasini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizish qilmishidan javobgarlikka tortishini talab qilamiz. Bizning kurashlarimiz yolg'iz Sharqi Turkistonda mavjud bo'lib qolmasdan, vatan chegarasining sirtidami mavjud. Xitoy Kompartiyasi izchil turda chegara halqagan bostirish harakati elib berib, Amerika, Yevropa qatorliq davlatlarda yashayotgan muajiratga Uyg'ur jamiyatini nishonladi. Xitoy bizning ovozimizning bo'g'ilishini, mustaqillik harakatimizning oyoq osti qilinishini, qarshiligimizni to'salg'iga uchratishni maqsad qildi. Bizning Sharq Turkiston muajiratini nazorat qilish va saqlab qolishni talab qilishimizning sababimi bu. Biz barliq demokratik davlatlar bo'libmi muajiratga Sharq Turkiston ommasiga sohibxonlik qilayotgan davlatlardan Sharq Turkistondan ziyoratga kelgan yoki Sharq Turkistonga ziyoratga borgan shaxslarni Xitoyning ishg'oliyatidagi Sharq Turkistondan qaytganlarni territoriyani Xitoy axborot organlarining yangi majburlash qora taloni yoki xizmatchi qabul qilish ahvolini kuzatish, nazorat qilish, kontrol qilishni talab qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Xitoy Birlashma fronti xizmat bo'limi va uning istixborot agentligiga qarshi turishni talab qilamiz. Xitoy Birlashma fronti xizmat bo'limi uzun yillardan beri singib kirish orqali chet eldagi Sharq Turkiston mustaqillik harakatini oyoq osti qilish, buzg'unchilikqa uchratish uchun tirishchilik ko'rsatib keldi. G'arb istixborot agentligi va qonun ijro qilish o'rni davlat bexatarligiga tahdid elib keladigan Xitoy istixboroti va Birlashma front xizmatchilari va tashabbusiga qarshi turish, Xitoyning chegara halqagan bostirishlariga qarshi hal qilg'uch harakat qo'llanishni talab qilamiz. Uchinchidan, istixborotga qarshi turishdagi qattiq o'lchamlarni qo'llanish orqali Xitoy Kompartiyasining ta'sir ko'rsatishchan harakatlariga qarshi turishni talab qilamiz. G'arb hukumatlari shuni bilishi kerakki, Sharq Turkistonsiz Xitoyning besimi to'xtab qolmaydi. Xitoy bizning qarshiligimizni bostirish, sukutni qo'lga keltirish uchun harakatlarini demokratik jamiyatlarga qadar kengaytdi. Hukumatlar cho'qim qattiq harakat qo'llanib, Xitoyning josuslikqa majburlash, xato uchur tarqitish orqali Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini ziyonga uchratish harakatini to'xtatishni talab qilamiz. To'rtinchidan, Sharq Turkiston xalqini nishon qilgan Xitoy josuslarini tekshirish va ayblashga chaqiramiz. Biz Oqsaroy va Amerika hukumatidan Xitoyning xalqimizga qarata yurgizayotgan chegara halqagan bostirish harakatiga qarata tekshirish boshlatishni talab qilamiz. Xitoy Kompartiyasi hukumati Amerika va uning sirtidagi Sharq Turkiston mustaqillik harakati rahbarlariga Uyg'urcha so'zlaydigan vakolatchilari orqali parakandachilik soldi. Tahdid va josuslik qildi. Ularning ba'zilari faoliyatchi, ulamo, ziyoli, jamoat boshlamchisi niqobini kiyib, tuhmatlarni yog'dirib, chetga qiqib, adolatga erishish, mustaqillikni asliga keltirish harakatimizni oyoq osti qildi. Amerikani o'z ichiga olgan muajiratdagi Xitoyning ishbiyonlari cho'qim so'roqqa tortilib jazolanishi kerak. Buningga asosan Amerika prezidenti Donald Trump va tashqi ishlar ministri Marko Rubio, shundaqla Amerika hukumatidagi barliq xodimlar bizlardan Xitoyning tinim topmay ijro qilayotgan mustamlika qilib olish, irqiy qirg'inchilik yurgizish va ishg'ol qilib olish siyosatiga bevosita raqobat e'lon qiladigan siyosatlarni yo'l qo'yishga chaqiramiz. Biz sizlardan Xitoyning tinim topmay ijro qilayotgan mustamlika qilib olish, irqiy qirg'inchilik yurgizish va ishg'ol qilish siyosatiga bevosita raqobat e'lon qiladigan siyosatlarni yo'l qo'yishga chaqiramiz. Biz Xitoy Kompartiyasi va uning xodimlarini irqiy qirg'inchilik yurgizish, insoniyatga qarshi jinoyatini jazolash orqali javobgarlikka tortishga chaqiramiz. Biz sizlardan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoy kotiboshlari ustidan sungan arzimizni qo'llash orqali Sharq Turkistonning adolatga erishishini kafolatlantirishini talab qilamiz. Biz yana Sharq Turkiston xalqining tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash haqqini qo'llashinglarni, kechiktirmay harakatga o'tishinglarni talab qilamiz. Xitoy jahongirlik tarixidagi eng vahshiy jahongir bo'lgan Xitoy Kompartiyasini to'xtatish uchun yolg'iz Sharq Turkiston xalqi uchun emas, Amerika xalqi uchunmi vaqt intayin qistab qoldi. G'ulji qirg'inchiligida yo'qolib ketganlar va davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikda azob-uqubat chekayotgan millionlagan kishilarning eslamalari mangu yashasin. Adolat yetkazilsin. Sharq Turkiston baldurroq erkin va mustaqil bo'lsin dedi. Axborot e'lon qilingandan keyin namoyishchi omma shuar to'lab Amerika hukumati, Amerika tashqi ishlar ministrligi boshchiligidagi demokratik davlatlarni Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati va mustamlikasini oxirlashtirishga chaqiriq qildi.
Şərqi Türkistan sürgündə hökuməti tərəfindən tuzulub tarqıtılğan Şərqi Türkistan əzəldən Xitayning bir parçası emas. Birdən-bir yo'l Şərqi Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish nomliq aqtashliq kitob Amazonga setishga qo'yildi. Amazon xabar torining yaqinqi xabarida Şərqi Türkistan əzəldən Xitayning bir parçası emas. Birdən-bir yo'l Şərqi Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish. Beijing dunyoning bu haqiqatni bilishini xohlamaydi. Yer şərvi kuch o'zgarish davrida Sharq Turkiston halqalıq rayon siyosati va axloq jangining markazida o'rin oldi. Sharq Turkiston surgunda hukumati bilan Sharq Turkiston siyosat instituti hamkorlashib yozgan bu yorqin asar Xitoy ishg'oliyati ostida jismoniy va kulturel qirg'inchilikqa duch kelgan egilik huquqliq davlatning noiti moyirlik bilan o'chirilgan tarixini yo'ritib bergan. Bu kitob tashqi siyosat mutaxassislari, kishilik huquq qo'g'dug'chilari va davlat bexatarlik mutaxassislari uchun aytganda harakatga chaqiriq va adolatning yo'l xaritasi bo'lib, diplomatlar, siyosat tadbir belgilguvchilar va akademiklar nimishqa ko'ngil bo'lishi kerak deganda Şinjan deb xato nom berilgan Sharq Turkiston kishilik huquq uchun bir jang maydoni emas. Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusining ultishi va rayon siyosatida muhim ahamiyatga ega ishg'ol qilingan davlat. Bu xalqaro qonunning kelechagi, mustabidlikka qarshi turish ko'rishi va insoniy prinsiplar bilan munosabatlik. Bu kitobdan nimani o'rganasiz deyilganda, hozirgacha anlatilmagan tarix, ya'ni Sharq Turkistonning egilik huquqi va mustaqilligini gavlandiradigan 6000 yillik tarixini tadqiq qilasiz. Rayon siyosatidagi yuksak yer, ya'ni Sharq Turkistonning g'oyat zo'r tabiiy boylik va Osiyoning kesishish eg'izidagi o'rnining Sharq Turkistonni yer shari strategiyasida kam bo'lsa bo'lmaydigan o'ringa aylantirganligini tushunasiz. Real irqiy qirg'inchilik, majburiy yig'ilish, qisirlashtirish, jismoniy va kulturel yo'qotish, qalaymaqon qul qilish, Beijingning barliq Sharq Turkiston xalqini yo'qotishiga urinishini tushunasiz. Kelgusiga echilgan yo'l Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning birdan-bir hal qilish chorasi ekanligiga doir qoyil qilgudek bir dalil va xalqaro jamiyatning qandaq harakatga o'tishini his qila olasiz. Bu kitobning ahamiyati bo'lsa, siyosiyonlar va diplomatlar uchun bu Xitoyning imperial xirislarini va yer shari bexatarlik ustidagi ta'sirini tushunishda aniq bir hujjat bo'lib, tashqi siyosat kasbiy xodimlari uchun Sharq Turkiston krizisining inson haqlari, xalqaro qonun, yer shari va rayon muqimligiga o'xshash asosiy temalarda qandaq birlashganligiga aloqador ichki tushuncha paydo qilish rolini o'ynaydi. Kishilik huquqni qo'g'duvchilarning Beijingni Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiy qilmishlar, irqiy qirg'inchilik jinoyatidan javobgarlikqa tortish uchun dalil isbotlar bilan ta'minlaydi. Yer shari ta'siriga ega bu aqtashliq kitob necha 10 yillik Xitoy tashviqotiga raddiya berish va Sharq Turkiston mustaqilligi uchun munozara talab qilmaydigan da'vo sunish maqsadida inchika tadqiqot, guvohlik va tarixiy hujjatlarni birlashtirib nashr qilgan. Yer shari ta'siriga ega bu aqtashliq kitob necha 10 yillik Xitoy tashviqotiga raddiya berish va Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun munozara talab qilmaydigan da'vo sunish maqsadida inchika tadqiqot, guvohlik va tarixiy hujjatlar birlashtirilib nashr qilingan. Bu kitob haqiqatlarni oshkorlashdan ziyoda rahbarlarni, akademiklarni, vatandoshlarni adolatni qo'g'dash, zamonimizning eng qo'rqinchli rayon siyosati, insoniy krizislarini to'xtatish uchun bir yerga jam qiladi. Sharq Turkistonning qutilishi bizning o'rtaq insonligimizning bir siniqi. Erkinlik, adolat va haqqoniyat uchun o'rningizdan dast turamsiz deyildi. Millat va yurt vatan davosini hal qilish o'rniga o'zaro bo'g'ishishlar, partiya yoki guruh propagandalarini bozorga selishlarmi bizcha bo'lganda ma'naviy asoratdir. Ajaba biz kim uchun millatni va xalqni qurbon qilib beryapmiz? Kimlarning manfaati uchun munbarda va'z o'qiyapmiz va kimlarning foydasi uchun millatning ma'naviyatini asir qilib tutib bermoqchi bo'lyapmiz? Oldi bilan bularni o'ylash lozim. Bugun yurtqa va xalqqa xizmat qilaman, yurtning va xalqning baxt saodatini ko'zlayman deb o'tirg'i chiqqan har qanday inson bu ulug' yo'lda hech narsaning yuz xotirasini qilmasligi, imkoniyatining yetishicha fidokorlik ko'rsatishi lozim. Mayli eg'zida, mayli ko'nglida bo'lsin, xalq, yurt, vatan deyotgan har qanday bir shaxs
Bu ulug' yo'lda birər guruhning yoki birər iqimning doirasida so'linib qolsa, millatning arzusi va tushanchisini nuqtama-nuqta holatida bilmasa, u chaqda xalq boshqa bir yerda qolgan bo'ladi. Xalq deganimiz siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy jihatlardan birər farq kutmagan turlik kasb, turlik jins va turlik maslak iqimidagi to'pliqlardir. Xalqparvar bo'lishni xohlagan har bir kishi oldi bilan butkul ma'naviyat hamda bir butun mavjudiyati bilan ushbu insonlar to'pining tushanchisini o'zida muhofazat qilganidek, ularning xususiyatlari, ya'ni millatning ma'naviy xosliqlariga ega bo'lishi lozim. Bugungi milliy mujodala mana bu asosda bo'lgandala o'z istiqomatini, ya'ni to'g'ri yo'lini topgan bo'ladi. Bir guruhga mansub bo'lib, ammo tushunchasi tor bo'lgan va har qanday masalaga biror guruhning hukmi bo'yicha muomala qiladigan bir xalqchi amaliyotda o'zining guruhvaz ekanligini oshkor qilib qo'ygan bo'ladi. Bundaq guruhvazlarning qilgan ish harakati millat va vatan da'vosi emas, shaxsiyat va guruh g'avg'osini tug'dirg'usidir. Xo'sh, bu to'g'rida bizning tutmoqchi va qilmoqchi bo'lganlarimiz millat mujodilasimi yoki guruh jidilimi? Bu tugunni yeyish uchun shuni esda tutish kerakki, Sharq Turkiston xalqining orzusiga, tushunchasiga va fikr ideyasiga hech qanday bir guruh va hech qanday bir taraf vakillik qila olmaydi. Xalq uchun ishlamoqchi bo'lgan har bir xalqchi amaliyotda mustaqil bo'lgan va mahdud bo'lmagan, ya'ni ma'lum bir taraf yoki iqimning bo'yinturqiga kirib qolgan ushbu ma'naviy manbaning bir mahsuli va ya bir tomchisi bo'la olganda, ondan uning jimi harakati milliy va umumiy bir mohiyatga ega bo'la oladi. Bundaq ahvolda birər guruh, birər sinif yoki birər iqim maslak g'avg'olarining tug'ilishini ko'rishga imkoniyat qolmaydi. Eng oxirida shu muhokama va mulohazani o'tirg'a tashlaymizki, bizning tutib maqmoqchi bo'lganimiz millat mujodilasidir. Guruh jidili emas. Hech bir guruh xalqqa vakillik qila olmaydi, chunki xalqning fikri va tushunchasi mahdud emas, balki mustaqildir. Burhan Muhammadning tarjimasidagi millat mujodilasimi yoki guruh jidilimi nomli maqoladan elindi. Manba Erkizdi 252 son 1949 yili 16 mart. Bizga vaqt ayırganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.